Yo'l harakat makoni, ammo u o'z qonun qoidalariga ega. Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, yo'l transport hodisalarining aksariyati, afsuski, piyodalar, xususan bolalar tomonidan qoidalarga e'tiborsizlik qilish yoki xavfsizlik ko'nikmalarining yetarli emasligi oqibatida yuz bermoqda. Shu bois Qoraqalpog'iston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi xizmati Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tashabbusi bilan maktab o'quvchilari o'rtasida profilaktik suhbatlar o'tkazish an'anaga aylangan. Bu galgi tadbir Nukus shahridagi Prezident maktabida o'tkazildi. Tadbirda mutaxassislar o'quvchilarga shunchaki qoidalarni o'qib eshittirish bilan cheklanib qolmadilar. Yo'llarda uchraydigan eng keng tarqalgan qoidabuzarliklar, ularning ayanchli oqibatlari tahlil qilindi. Ularga yo'lning qatnov qismini kesib o'tish, piyodalar o'tish yo'laklaridan foydalanish hamda svetofor ishoralariga so'zsiz rioya qilish bo'yicha ko'rgazmali tarzda tushuntirishlar berildi. Tadbir davomida maxsus videoroliklar orqali namoyish etilgan real xavfli vaziyatlar o'quvchilarda kuchli taassurot qoldirdi. Bizning asosiy maqsadimiz har bir bolani yo'lda o'zini qanday tutish kerakligini anglab yetishga o'rgatish. Bola o'z xavfsizligi uchun mas'uliyatni his qilsagina, biz yo'llardagi ko'ngilsizliklarni kamaytira olamiz, deb ta'kidlashdi so'zga chiqqan soha xodimlari. Жол әрекет қағидасын үйрету бұл балалықтан басталады. Оранасында Нүкіс қаласындағы президент мектебінде оқушыларға жолдардан әрекетлену қағидалары, жолдардан әрекетлену мәдениеті хақында үгіт-насихат түсіндірушілер алып барылды. Текарынан балалардың қауіпсіздігін дәмелеу, мектептерге келіп кетуде олардың жол әрекет қағидаларын әмел етуін тәртіпке салу болып есептеледі. Tadbir davomida o'quvchilar o'zlarini qiziqtirgan barcha savollarga mutaxassislardan aniq va batafsil javoblar oldilar. Mazkur profilaktik tadbirlar nafaqat Nukus shahri, balki viloyatning barcha tuman va qishloqlaridagi ta'lim muassasalarida izchil davom ettirilishi rejalashtirilgan. Zero yo'ldagi ehtiyotkorlik nafaqat shaxsiy xavfsizlik, balki yaqinlarimiz va atrofdagilar hayotini asrash demakdir.